Biz yulduzlarni shaytonlarga tosh qildik degan. Hulohiya surasida keladi va Safot surasida keladi. Yo'q, u endi jinlarni man qilish hodisasi. Lekin shuning sababi nima? Qur'onning muhofazasi. Qur'onning g'ayb olamidan shahodat olamiga, insoniyatga nozil bo'lish boshlanishi bilan g'ayb olami bilan aloqalar nihoyatda cheklanib, muhofaza kuchaytirilgan. Toinki Qur'onning muhofazasi tugal bo'lishi Qur'onning sharafi uchun. Qur'onning sharafi va uning muhofazasini kuchaytirish ma'nosida jinlar g'ayb olamiga daxl qila olmaydigan qilib qo'yilgan. Vahiyni faqat farishtalar muhofazasida olib tushgan. Mana An'om surasida Rasululloh akram alayhisolatu vasallam aytganlar, 70 ming farishta osmondan yergacha zanjir bo'lib muhofaza qilib olib tushishdi, uni nima qilib olib tushdi deganlar. O'zi Jabroil alayhisalom vahiyni olib tushyapti, amin. U kishiga birovning kuchi yetmaydi, u vahiyni u kishidan tortib olishga. Lekin yana ham muhofazani kuchaytirish va Qur'onning sharafiga 70 ming farishta An'om surasini olib tushishda osmondan yergacha zanjir bo'lib, halqa yo'li bo'lib kuzatdi. Mana bular hammasi jinlarning man qilinishi, hammasi Qur'onning muhofazasi uchun va uning sharafiga bo'lgan.